Hammalarga salom. Endi Andijonlik bo'ladimi, Namanganlik bo'ladimi, hozir temir ko'tarilibdi. Endi bitta bola Andijonda yoshlik qilib endi patta kiyib qo'yibdi. Endi yangi yilda ancha ko'rinishdan yosh bola ekan. Yoshlikda endi hamma bo'ladi. Keyin u yerda biz Andijonlik bolalar jinga jahli chiqib har xil gaplar gapiribdi. Bu yerda keyin Namanganga borasan degan gapni endi u bolani og'zidan chiqqaniga sabab akalar. Bu endi Namanganlikni yomonlashmas, Andijonlikni yaxshilashmas. Nima desa bo'ladi? Endi tarixiylar bor-da, endi Namangan degan tarixiylar bor ekan. Erkak bo'lsanglar tan olasizlar. Endi sizlar emas tursizlar, lekin oilalarda shunaqa tarix bo'lgan, Namanganda tarixi chiqqan. Shu endi qachonga davr endi odamlar buni gapirib yuradi, bilmayman. Tarixiylar mo'sh davom etayotgandir. Erkagi ham bordir endi Namanganda, lekin tarixiga qarab endi yaxshi yomon odamning tarixi bo'ladi har bitta shaharda boshqasini chinga qo'yiladi. Endi bu temani bitta joyda hech qanaqa oramizda bir anaqa masofa yo'q. Tarixiylarga qarab endi bu bola gapirib qo'ysa endi unchalik olib ketmaydi akalar. U juda qilaman, u videoga gapirilaveradi aka. Bo'lmasam kelinglar aka Andijonga, kelib shunda bitta mashinada tushib aka, men videoga chiqardim, kiming borsalar deb aka duxuylar esa kelinglar aka. Bu videoda turib olib nito'di endi. Tarixiylar bo'lgandan keyin gapiriladi. Nozi joylarga tegib ketgan bo'lsa endi uzr endi. Namanganlik brat ishkalar. Tashto endi shunaqa gaplar endi YouTube'ga endi biz ham shu xabarda endi shu aytaylik deb chiqaraylik deb biz ham yozaverdik endi akalar. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsa aka. Andijon sha'niga unaqa yomon gaplar gapirmanglar endi. Namanganliklar xil qilmasdan normalniy mard bo'lib gapiringlar. Tushundinglarmi? Andijonliklar par devormanglar. Endi aka u tarixiylar bo'lishiga biz sababchi emas aka. Andijonliklar sabab emas, Toshkentliklar sabab emas. O'zinglar Namanganliklardan chiqqan gap tarix bor ekan. Tarixda qoladi. Davay aka. Mard bo'lsanglar tan olib qo'yaveringlar, bolalar.